Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kompyuterimizdagi lokalniy disk, ya'ni S diskni qanday qilib D diskga bo'lishni o'rganib olamiz. Ya'ni o'zimizdagi bor ma'lumot saqlash uchun mo'ljallangan joyni ikki qismga ajratib olishimiz mumkin. Ya'ni lokalniy disk S va D disklarga. Birinchi navbatda buni nima uchun ajratilishini oldin tushunib olishimiz kerak. Bizni o'rnatgan operatsion tizimimiz, ya'ni Windows operatsion tizimi saqlanib turgan manzil bu lokalniy disk C. Ya'ni shu manzilda bizni barcha dasturlarimiz va tizim shu manzilga o'rnatilgan. Undan tashqari bizga kerakli bo'ladigan barcha turdagi hujjatlar va ma'lumotlar, kerakli informatsiyalar hammasi bitta manzilda saqlanib turibdi. Shuning uchun ko'pchilik o'zi ishlatayotgan kompyuterda ikki qismga bo'lib olishadi. Ya'ni diskni ikkiga bo'lib olishadi. S va D disklarga. D diskga bo'lishning yaxshi afzal tomoni, keyinchalik sizda operatsion tizim bilan qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, siz o'z operatsion tizimingizni o'chirib, o'rniga yangisini o'rnatadigan bo'lsangiz, D diskda turgan ma'lumotlaringiz o'chib ketmaydi. Ya'ni hujjatlaringiz, kerakli suratlar yoki videolar, shunga o'xshash hamma turdagi ma'lumotlarni D diskga saqlab yuradigan bo'lsangiz, tizim bilan muammo kuzatiladigan bo'lsa, tizim yangilangan vaqtda D diskda saqlangan har qanday ma'lumotlar saqlanib turadi va o'chib ketmaydi. Shu sababdan odatda disklarni ikkiga bo'lib olish kerak bo'ladi. Endi buni qanday qilib qilishni o'rganib olamiz. Birinchi navbatda Windows va R tugmalarini bosamiz. Bipanik oynasi ochildi bizda. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu yerga disk ngmt.nsc buyrug'ini kiritamiz va bu tugmasini bosamiz. Bu bizga upravlение disk bo'limini ochib beradi. Ya'ni bu qismda ko'rishingiz mumkinki, ma'lumotlarimiz saqlanadigan disk mana o'rtada S disk turibdi. 118 gigabayt jami sig'imi deb ko'rsatyapti. Yana bir maslahat, buni yonidagi ma'lumotlar saqlanadigan qismlariga tegish tavsiya qilinmaydi, chunki bu yerda kompyuteringizda kerakli informatsiyalar saqlanish uchun bo'lib qo'yilgan 100 megabayt va 520 megabaytda kerakli fayllar joylashtirilgan bo'ladi. Bizning maqsadimiz mana shu 118 gigabaytli S diskni ikkitaga ajratib olish. Buning uchun mishkani S disk yozilgan qismni ustiga qo'yib, o'ng tomonini bosamiz va ochilgan oynadan Sjat Tool deb yozilgan qismini belgilab olamiz. Bu biroz vaqt oladi. Biroz kutamiz. Ana endi bu oyna bizga qancha miqdorda joy ajratib olishimiz mumkinligini maksimum ko'rsatib turibdi. Ya'ni disklarni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, D disk uchun maksimum 80 gigabayt ajratib olishim mumkin. Bu holatda S diskimda bo'sh joy qolmaydi. Shu sababli men bu raqamni, razmer degan qismdagi raqamlarni o'chirib o'rniga 30 ming yozaman. Ya'ni 30 ming megabayt joy ajratish maqsadida 30 ming yozdim. Undan so'ng Sjat tugmasini bosamiz. Biroz kutishimiz kerak bo'ladi. Ana endi bizda 29 gigabaytlik disk ajratib olindi. Faqat ko'rishingiz mumkin, bunga hali tizimga qo'shilgani yo'q, buni nomlaganimiz yo'q. Shu sababdan ochilgan 29 gigabayt ustiga mishkani qo'yib 10 tugmasini bosamiz va Создать простой том deb yozilgan qismini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan Далее tugmasini bosamiz. Bu qismda agar siz ochilgan 29 gigabaytli joyni yana bir nechta disklarga bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zgartirish tavsiya qilinadi. Ya'ni D disk va E diskga bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu raqamlarni
2 ga bo'lib olishingiz mumkin. Lekin menda unday xohish yo'qligi uchun raqamlarni maksimum holatda, shu holatda o'zgartirmayman va dalya tugmasini bosaman. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana nomi, ya'ni D diskga ajratib olish maqsadida D harfi turibdi. Shu sababli D ligicha qolaversin. Dalya tugmasini bosamiz. Metka tomi, новый tom, buni o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Va dalya tugmasini bosamiz. Готовы tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bildirishnoma keldi, diskga bo'lindi. Endi bu oynani yopsak ham bo'ladi. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Bizda ikkita diskga ajratilgan bo'lishi kerak. Etib kompyuterni ustiga bosamiz. Mana endi sizda ma'lumot saqlash uchun mo'ljallangan disklaringiz ikkiga ajraldi. Har qanday ma'lumotlarni bu D diskga saqlash tavsiya qilinadi. Ya'ni papka, rasmlar, har qanday ma'lumotlarni shu D diskga saqlab yuradigan bo'lsangiz, shunda ishonchli saqlanadi. Va C diskiga biror bir o'zgarish qiladigan bo'lsangiz, D diskda sizda hamma ma'lumotlaringiz ishonchli saqlanib turadi, o'chib ketmaydi.